Assalomu alaykum qalban yaqinlarim. Bizlarni doimo kuzatib borishingizdan juda mamnunmiz. Har biringizning vaqt ajratib, qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Agar ushbu chiqarayotgan hikoyalarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta qoldiring. Aynan sizlarning fikrlaringiz bizga yangi videolar yaratishda ilhom beradi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz orqali kanalimiz yanada rivojlanadi. Biz esa yanada yaxshi kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Barchangizga kattakon rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Alining joynamozi yoxud oilasiga nur kiratgan farzand. Junayd Suaviy. Qissa. Tarjimon Umida Adizova. 3-qism. Ali bog'chadan chiqayotganida Oyshaga atalgan olxo'rlarni olishni unutmadi. Yana o'rta qavatga yaqinlashganida qadamini tezlashtirdi. Najibega duch kelishdan qo'rqardi. Hansirab tepaga chiqqanda eshikni singlisi Oysha ochdi. Sizlarni ayvondan kuzatdim. Olxo'ri terdingizlar. Menga ham olib keldingizmi? Ha, olib keldim albatta. Cho'ntaklarim to'la. Mana, qaragin, tag'in katta-kattalaridan terdim. Olib kelmaganingizda naqd qaroqchi bo'lardingiz. Bilasiz-a? Ali indamay cho'ntagidagi olxo'rilarni bir idishga ag'dardi. So'ng tezgina xonasiga kirib, yodlagan suralarini din darsi kitobidan bir qo'r ko'zdan kechirdi. Hammasi esida ekan. Bobosi bilan birga ta'til uyushtiradigan joyni o'ylayotgandi. Doim non oladigani Novvoyxona oldidagi xiyobon buning uchun qulay edi. Boz ustiga o'sha tarafda tog' ham ko'rinib turadi. Lekin uning cho'qqisidan shalola oqarmidi yo'qmi, buni bilmaydi. Ya'ni bugungacha shunga e'tibor bermagan ekan. Zotan shalolasi bo'lsa ham parkda ta'til uyushtirishlar mumkin emasdi. Chunki bu park uylaridan biroz uzoqda joylashgandi. Dadasining ahvoli bu bo'lsa, onasi chaqirganida ko'pi bilan 1 daqiqada yoniga yetib borish kerak. Alal oqibat o'y surishni yig'ishtirdi. Mayli-da, dedi. Ko'raylik-chi, Haqqi bobom nimalar qiladilar? Birgina yo'l ertani kutish edi. Ha, erta uning uchun nihoyatda muhim edi. Ertadan namoz o'qishni boshlar, boz ustiga xayoliy ta'tilga ham chiqardi. Xayoliy ta'til, dedi o'ziga o'zi. 2 kundan beri topishmoqqa javob izlayman. Birinchisining javobi topildi. Lekin bunisi biroz qiyin tuyulyapti. Ali bu kecha yana buvisini, tush ko'rishini, balki uning joy namoziga o'tirib, jannatni bir aylanib chiqishlarini o'yladi. Lekin adashdi. Tushida futbol o'ynadi. Eng ko'p gol urgan futbolchi u edi albatta. Jamoasi 2-0 ga yutqazayotganida 11 metrlik jarimadan 3 ta gol urgandi. Uyqudan ko'zlarini ochganida quyosh chiqib kelayotgandi. Yana boshiga yopinchig'ini tortdi. Ertalab soat 10larda Oysha uni uyg'otdi. Oilada eng epchil Oysha edi. Kichkinaligidan beri ko'p uxlashni yoqtirmasdi. Nihoyatda chaqqon qiz. Bir necha yildan beri hammadan oldin uyg'onib, nonushtani tayyorlar, sariyog', pishloq, zaytunni dasturxonga qo'yar, piyolalarni chayib hozirlardi. Nonni qizartirarkan avval oyisini, so'ngra Alini uyg'otardi. Kayfiyati yaxshi bo'lsa, Alining oyoqlarini qitiqlar, ba'zida baliqday ustiga sakrab o'ynardi. Alining bundan jahli chiqsa ham singlisini xafa qilishga jur'at qilmasdi. Ali uxlab yotganida Oyshaning qiyqirig'idan cho'chib uyg'ondi. Aka, tezroq keling. Hovlidachi juda ajoyib narsalar bo'libdi. Binoning orqa hovlisi dadasining xonasidan yaxshiroq ko'rinardi.
lekin u yerga borishdan qo'rqishardi. Shuning uchun zalga o'tib, u yerdan oshxonaga o'tishlari kerak. Derazadan qarashsa ham bo'lardi-yu, lekin hovlidagi daraxtlar hovlini yaxshi ko'rishga to'siq bo'lardi. Ali yotoqxonadan qo'zg'alishga erinayotgandi. Tushidagi futbol o'yini uni charchatib qo'ygandi. Lekin Oysha hamon chaqirayotgandi. Aka, aka, tezroq keling, hayron qolasiz. Ali yotoqdan chiqib, singlisi bilan oshxonaga yo'naldi. Ayvonga chiqib, pastga qaraganda, ko'zlarimga ishonmayman, deya baqirdi. Demak, ikkinchi topishmoq shu ekanda. Haqqi bobosi bog'chaning o'rtasida kattagina chodir qurgandi. Maktabda ham shunaqa chodirlar qurishardi. Chodirning yonida suv bilan to'ldirilgan yelim hovuz bor edi. Haligi shishirib suv to'ldiriladi-yu, xuddi shunaqasidan. Bor yo'g'i 2 metr kelardi, ammo baribir kichik ko'lga o'xshardi. Xo'sh, bobosi tog' haqida ham gapirgandi, ya'ni cho'qqisida shalola oqib turgan tog' haqida. U qayerda ekan? Shu payt Oysha barmog'i bilan ko'rsatib, "Orqa devorga qarang", deya qiyqirdi. "Uni endi ko'rdim." Olxo'ri daraxtining orqasiga qaragan Ali beixtiyor "Voy xudoyim", deb yubordi. "Bo'lishi mumkin emas. Tushimda ko'rgan tog'ning aynan o'zginasi-ku." Haqqi bobo devoriy suratlar sotiladigan do'konda cho'qqisidan shalola oqib turgan tog' suratini ko'rib, Aliga kutilmagan sovg'a bo'lsin degan maqsadda uni ham sotib olgandi. Bu surat dekoratsiya uchun tushirilgani uchun kengligi 5 metr, balandligi 3 metrcha kelardi. Ya'ni avtobus bo'yicha kelardi. Bobosi bu suratni qo'shni bino devoriga yopishtirgan. Har holda bu suratni xarid qilgan joydagi ishchilar bu ishni 5-10 daqiqada hal qilishgandi. Sehrlangandek bog'chaga qarab turishganida Haqqi bobo chodirdan chiqib, ularga qo'l silkidi. "Biz orzu qilgan ta'til boshlandi", dedi. "Tog'imiz, shalolamiz va ko'limiz tayyor. Chodirimiz ham albatta. Olxo'rilar yetilgan, giloslar ham qizarmoqda. Oysha bilan birga kelishingiz mumkin." "Xo'p bo'ladi, Haqqi bobo", dedi Oysha. "Nonushtadan keyin darrov pastga tushamiz." Keyin akasiga qarab, "Bobomning aytganlarini eshitdingiz. Agar meni yoningizga olmasangiz", dedi. Bilaman", dedi Ali. "Qaroqchi bo'lishingni istamayman. Chunki sen kelmasang qiziq bo'lmaydi." "Chindan aytyapsizmi?" "Albatta, chindan aytyapman. Sen mening bittagina singlimsan-ku. Buni hech qachon unutma." Tezgina nonushta qilib tashqariga chiqishdi. Maysalar bir qara cho'zgan, mochachak va chinnigullar o'sgan. Devor ostidagi limon daraxtining betakror ifori kapalak va arilarni asraylagandi. Bog'chada gullarning har qanday turi bor. Pushtirang, oppoq, qizil. Giloslarning rangi esa Oyshaning yonoqlaridan farq qilmasdi. Shaftoli daraxti ham xuddi giloslarga hasad qilgandek pushtirang gullar bilan bezangandi. Haqqi bobo Ali va Oyshani ko'rib, kelinglar", dedi. "Xayoliy o'lkamiz tayyor." Bobo chodirning tashqi qismida bir nechta qo'y po'stagi to'shagandi. Shishirilgan hovuz chodirning shundoq yonginasida edi. Haqqi bobo hovuzni bog'chaning eng pastki qismiga joylashtirgani uchun hovuzdagi suv o'tirgan joylari bilan bir xil balandlikda edi. Bu holatda bolalar hovuzga oyoq tiqishda qiynalishmasdi. Oysha darrov po'stinlarning ustiga o'tirib, oyoqlarini hovuzga tiqdi. Ali esa hayratda edi. Ko'zlarini devordagi suratdan ololmay, "Bobojonim", dedi. "Tushimda ko'rgan tog' xuddi shunday edi. Cho'qqisidan oqayotgan shalola ham, buvim ham o'sha yerda, uchar joy namozi ustida edi."
Bobosi uning boshini silab shunday dedi: buving xotirjam, uchar gilami bilan xohlagan joyga bora oladi. Bu yerga kelish ham qiyin emas. Bilaman, ular uchun qiyin emas, dedi Ali. Ammo jannatni tashlab bu yerga kelmaydilar. Haqqi bobo boshini yuqoriga ko'tardi. Osmonda juda ham yuqorida bir nechta qushlar uchardi. Chag'alaylarmikin, laylakmi, bilish qiyin. Ularga jilmayib qarab turdi-da, albatta, buving bu yerga kelmaydi, dedi. Ammo u kelmasa, biz u yerga boramiz. Lekin buning uchun avval jannatga olib boradigan bir ulov yasamog'imiz kerak. Bu gapning ma'nosi Ali uchun g'oyatda aniq tiniq edi. Bobosiga qarab, o'sha vositani tezroq tayyorlaylik, dedi. Bugun namoz o'qiymiz-a? Albatta o'qiymiz. Birozdan keyin peshin namoziga azon aytiladi. Bu yerga kelishdan avval tahorat oldim. Maktabda o'rgatishganlaridek. Yaxshi qilibsan. Hovlida tahorat qilish biroz qiyin bo'lardi. Ali besaramjon edi. Tahorati borlikka bor-kuya, lekin namozni qayerda o'qishar ekan? Dadasining xonasiga bir ko'z tashlab olib, shivirlab so'zladi. Dadam derazadan bizni ko'rsalar, jahllari chiqadi. Joy namozimni ko'rib jahllari chiqqandi. Chodirimizni nega qurdik unda? Haqqi bobojon, juda aqllisizda, buni xayolimga ham keltirmabman. Bobo tomdagi kabutarlarga qarab, men kabutarlarimizni ham o'yladim, dedi. Devor tagiga tog'ora ham qo'ydim. Xohlasa suv ichadi, xohlasa cho'milishadi. Ularga to'ygunicha non beramiz. Uyda ba'zan qotgan nonlar ko'payib ketadi. Hatto ba'zi odamlar qotgan nonni chiqindiga ham tashlab yuborishadi. Ularni ivitib qo'yib bersak ham bo'lar. Shunday qilsak, isrofga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Oysha olxo'ri terishga tushib ketgandi. Haqqi bobo unga kichkina savatcha berdi. Bu savat qayrilma qoziqli shoxga osib qo'yilsa, ish yanada osonlashardi. Shu payt Oysha, "Bobo", deya ovoz berdi. "Dadamga olxo'r olib boraymi?" "Albatta olib bor", dedi Haqqi bobo. "Savatni to'ldirib tergin. Onang bilan Murod akang ham to'yib yeysin. Alloh bu yil mo'l-ko'l hosil berdi. Yig'ishtirib tugata olmaymiz." Ishini bitirib, Oysha daraxtdan tushdi va uyga qarab yurdi. Onasiga biroz yordam berish kerak edi. Boyaqish onasi har doimgidek kecha tunda ham ishlagandi. Chevarlik ishi oson emas edi. Haqqi bobo qanday namoz o'qish haqida Aliga gapirib berar ekan, peshin namoziga azon aytila boshlandi. Haqqi bobo har yili Qurbon hayitida 2 qo'y so'yar, po'stagini joy namoz qilishardi. Shuning uchun uylarida qo'y po'stagi ko'p edi. Oshxonadagi o'rindiq ustida ham eskidan qolgan bir buzoq terisi bor edi. Haqqi bobo chodirga kirib, namoz o'qish uchun 2 po'stakni yerga yo'ydi. Chodirda gilam to'shalgan edi, lekin qo'y terilari yanada tozaroq, yumshoq edi. Ali chodirga kirib, yerdagi qo'y terilariga ko'zi tushgach, qo'llarini bir-biriga urib, "Obbo", dedi. "Joy namozimni yuqorida unutibman. U menga tug'ilgan kunim uchun hadya edi." "Ha, chindan ham unutibmiz", dedi Haqqi bobo. "Sening uchar gilaming bo'ladi u, inshaalloh." "Inshaalloh", dedi Ali. "Sizniki qo'y terisimi?" Haqqi bobo kulib yubordi. "Men qaridim-da, Alijon. Uchar gilamim yumshoqroq bo'lishini istayman", dedi. "Lekin faqat dunyoda keksasiz. Jannatda insonlar yosh bo'ladi deyishadi." "To'g'ri aytishadi. Baribir qo'y po'stagini ma'qul ko'raman. Men yuqoriga chiqib, joy namozimni olib kelay-unda." Ali chopqillab uyga yo'naldi. O'y xayoli joy namozda edi. O'rta qavatga kelganda eshik birdan ochildi
va Najibey uning yoqasiga yopishdi. Demak, uyimga kirgan o'g'ri sen ekansan. Oxir oqibat jinoyat ustida tutib oldim. Ali bu gal unchalik qo'rqmadi, lekin kaltak yeyishi ham mumkin edi. Ovozini ko'tarib, "Bo'ldi-da endi, Najam aka", deya baqirdi. "O'tgan kuni ham menga shunaqa muomala qilgandingiz. Men Aliman. Yuqori qavatda yashayman. Qo'shningiz. Haliyam meni o'g'ri deb o'ylaysizmi?" Najibey uning yuziga diqqat bilan qaradi. "Chindan ham Alimisan?" "Aliman albatta. Haqqi bobom hovlida. Ishonmasangiz ulardan so'rang. Kecha tunda tushimda ko'rdim. Bugun uyimizga mutlaqo o'g'ri kiradi. Shuning uchun eshikning orqasidan kutib turibman." "Siz kutib turing, men uyga chiqishim kerak. Shoshilyapman. Endi meni tanigandirsiz, to'g'rimi?" "Ishonchim komil emas. Balki menga tomosha ko'rsatayotgandirsan. Seni oxirgi marta qo'yib yuboraman. Boshqa bu yerda ko'rmay." Najibeyga gap tushuntirishning foydasi yo'q. Ali buni juda ham yaxshi bilardi. Lekin bobosi aytganidek, bu zamonning aksariyat odamlari kasal edi. Shunday ekan, hammani boricha, holicha qabul qilish kerak edi. Ali uyga kirganida yonidagi kalit bilan eshikni ochdi. Chunki qo'ng'iroqni chalsa, dadasi bezovta bo'lishi mumkin edi. Onasi ovqat qilayotgan, Oysha kartoshka archayotgandi. Ali oshxona eshigiga keldi. "Hormanglar, bugun nima ovqat ekan?" "Sen yaxshi ko'rgan ovqatlar", deya kulimsiradi onasi. "Oyshaginam bilan biroz qiyma jizza pishiramiz. Ko'pi bilan 1 soatda tayyor bo'ladi. Chaqirganim zahoti chiqqin, xo'pmi?" Oysha akasiga qarab suhbatga qo'shildi. "Boya, olxo'ri tergandim-ku. Ularni dadamga bermoqchiman. Yaxshi ko'radilarmi? Nima deb o'ylaysiz?" "Albatta yaxshi ko'radilar. Hatto xursand bo'ladilar." Ali xonasiga kirdi va futbolkasini biroz yuqoriga ko'tarib, yostig'ining tagidan olgan joynamozini belbog' kabi beliga o'rab oldi. So'ng yana futbolkasini tushirib qo'ydi. Xonasidan chiqqanida zalda dadasi bilan ko'rishib qolsa, joynamoz ko'rinmaydi. Hovliga tushganida Haqqi bobosi uni kutib turgandi. Najibey bilan bo'lib o'tgan sarguzashtni aytmoqchi emasdi. Chunki bundan bobosi ranjishi mumkin edi. Ali bobosi bilan chodirga kirganida u yoq bu yoqqa ko'z tashladi. Ichkaridagi xira chiroq ilk ko'zga tashlanadigan narsa edi. Shundoq o'rtada chodirni tutib turgan 2 odam bo'ychalik keladigan tirgak bor edi. Bobo yerga gilam to'shagan. Gilamning yonida katta o'ramda qog'oz qo'ygandi. Uni yerdan olayotib, "Bu qog'ozni devorga osaman", dedi. "O'qisang albatta senga yoqishiga ishonaman." "Nima yozilgan unda?" "Nihoyatda qiymatli so'z", dedi Haqqi bobo. "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oid so'z." "Chodir bilan bog'liqmi?" Bir qarashda shunday tuyuladi. "Yana topishmoq aytasizmi?" Haqqi boboning kayfiyati ko'tarildi. Alining qiziqishi ortgani sari qog'ozni ochishni paysalga solaverdi. "Topishmoq emas, sendan osongina bir savol so'rayman. Javobini topgan zahoting qog'ozni ochaman." "Mayli", deya bo'ynini bukdi Ali. "So'rangchi." "Chodirning o'rtasiga ustun qo'yilmasa yoki to'g'ri shu yerdan tortib olinsa nima bo'ladi?" "Chodir shu zahoti yerga cho'kardi." "Yaxshi", dedi bobosi. "Unda qog'ozni ochishimiz mumkin." Otaxon qog'ozni ohista ochib, chodirning bir qismiga yopishtirdi. Qog'ozda katta harflar bilan "Namoz dinning ustunidir" degan yozuv yozilgandi. Ikkinchi satrda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam degan yozuv turardi.
Ali yozuvlarni o'qib, haqiqatdan ham ajoyib gap ekan, dedi. Ya'ni namoz bo'lmasa din cho'kar ekan, shundaymi? Xuddi ustuni bo'lmagan chodirdek. Ha, dedi bobosi. Dinimizni mustahkamlaydigan ibodat bu namozdir. Shuning uchun nihoyatda muhim va qiymatli ibodat hisoblanadi. Qanaqasiga? Hayron bo'lib so'radi Ali. Haqqi bobo, hazillashmayapsizmi? Albatta hazillashmayapman. Namoz o'qimaganlar, ya'ni dinini mustahkam tutmaganlar Allohning nazarida katta hisoblanmaydi. Chodir qurish uchun unga ustun qo'yishni o'ylamagan, bu bilan behudaga vaqtini sovurgan kishi aqlli bo'lishi mumkin deb o'ylaysanmi? Yo'q, aqlli emas albatta. Unda dinimizni mustahkamlashimiz kerak. Qani Ali? Azon allaqachon aytildi. Haqqi bobo qarshida turgan postakka o'tib, qiblaga, ya'ni Makkaga, Ka'baga to'g'ri o'girilgandi. Ali ham joy namozini o'sha tomonga yozib, bobosi bilan birga namoz boshladi. Oysha o'z qo'llari bilan tergan mevalarni bir idishga solib, yaxshilab yuvdi va dadasining xonasiga kirishdan oldin qulfning teshigiga ko'z tikdi. Avvallari ham dadasini nazorat qilish uchun qulf teshigidan qarardi. Lekin bu gal mevalarning bahonasida dadasiga biroz yaqinroq bo'lishni istayotgandi. Balki biroz suhbatlashisharmidi. Teshikdan ko'ringan manzara xush emasdi. Dadasi ichkilik ichib, televizor tomosha qilardi. Eshikni taqillatib ovoz berdi. Dada, dada, men Oyshaman. Kirsam bo'ladimi? Kir, dedi dadasi biroz qattiq ohangda. Anchadan beri Oysha bunday holatga jur'at qila olmasdi. Eshikni sekin ochib, ichkariga kirdi. Akam bilan birga sizga olxo'ri terdik. Juda ham shirin ekan. Dadasi o'rindiqdan biroz qimirlab qo'ydi. Qo'lidagi ichkilik to'ldirilgan stakanni yashirishga urinib, olib kelchi, dedi. Shirin ekanmi? Bu gaplardan Oysha sevindi. Ko'rinishidan dadasi bugun avvalgidan yaxshiroq edi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Haqqi bobom ham yedilar. Bu qariya hovlida nimalar qilibdi? Chodir quribdimi? Suratlar yopishtiribdimi? Oyoqni solib o'tirish uchun hovuz ham bor. Haqqi bobo 2 qo'y terisini hovuz bo'yiga yozib qo'ydilar. Haligi ustida namoz o'qiladi-ku. Namoz? Anavi ahmoq akang u cholga ergashmasin. Joy namozmi? Nimalar deyayotgandi? Birdan dadasining jahli chiqdi. Shu zahoti o'rnidan turib, derazaga yaqinlashdi. Qayerda ular? Men kelayotganimda daraxt tagida edilar. Endi chodirga kirishgandir balki. Ha-da, chodir ichida albatta. Mana, po'staklari ham joyida emas. Balki ichkarida namoz o'qishayotgandir. Namoz o'qishadi? Ha, shunday. Biroz avval eshitdim. Azon aytildi. Kabutarlar ham chodir yonida. Akang qayerga borsa, u tentak jonivorlar ham uning ortidan qolishmaydi. Oyshaning yonoqlari qizardi. O'zi bilmasdan aytgan gaplari bilan dadasini juda g'azablantirgandi. Bu ham kamdek akasining boshini baloga qo'ygandi. Meva idishini stol ustiga qo'yib tashqariga chiqdi. Dadasi eringgani uchun xonasidan tashqariga chiqmas, bu gaplarni birozdan keyin unutardi. Lekin dadasi unday o'ylamayotgandi. Ichkilik ta'sirida hamma narsani juft ko'rayotganiga qaramay, pastga tushish uchun kiyina boshladi. Agar taxmini to'g'ri chiqsa, ularga kunini ko'rsatardi.